Telegram Stars bu Telegramdagi raqamli valyuta hisoblanib, ya'ni raqamli pul birligi. Bu Telegram botlar, mini applar yoki Telegram tarmog'idagi barcha xizmatlarda to'lov sifatida ishlatiladi va undan tashqari raqamli mahsulot sotib olish, ya'ni premium content yoki Telegram premium sotib olish va undan tashqari NFT giftlarni yaqin insoningizga yuborish maqsadida foydalaniladi va undan tashqari kanal va kontent egasi uchun donat tizimi sifatida ham foydalanadi. Masalan, kanal yurituvchi postiga Stars bossangiz, u unga pul sifatida boradi. Kelinglar, Telegram Starsni qanday sotib olish haqida aytib o'taman. Telegram Stars asosan premium bot yoki fragment.com orqali sotib olinadi. Agarda sizga Telegram Stars kerak bo'lsa, Telegramdan bemalol ushbu havolaga murojaat qilishingiz mumkin.